to'y oshimizdan narxi bor yo'g'i 5000 so'm jigarlar, 5000 so'm. 5000 so'mga osh bormi? Albatta bu hazil jigarlar. Mendan ko'pchilik 25 ming qolgan joylarda 26 ming, 27 ming arzon ko'ryapti. Bizada narx tushmaydi hech qachon. Bizada faqat bonusiga bor. Misol tariqasida bitta oshimizda Dotibek nima qo'shimchasi bor? Bitta bedana tuxum bonus, to'g'rimi? bonus. Mana har bitta idish liboy joyda 2000 so'm sizlardan pullarni olishadi, 2000 so'm. Bizada idish ham tekin, qoshig'i ham tekin, qalampiri ham, hamma narsasi tekin. Ya'ni oshimizdan narxi bor yo'g'i 27 ming so'm. Jigarlar, bedana tuxumini o'zi 1000 so'm, idish 2000. 25 ming osh sotsa kimdir 28 mingga aylantiradi, sabo olsangiz. Lekin bizada 27 ming so'm atiga. Jigarlar, bizada hech qachon narx tushish bo'lmaydi, faqatgina hadyalari bo'ladi, to'g'rimi? Qo'shimchalari bo'ladi. Ana 25 ming qolgan joylarda deyapti dastavkaga. Endi ular misol ishlari bor, boshqa narsalari bor. Ular vaqtinchalik tushib turadi, keyin avtomatik ko'tarib tashlayveradi. Bizda narx oshmaydi, maksimal darajada tushimiz va qo'shimcha maksimal darajada bonuslarni qo'shib beramiz. Ya'ni osh olganda hamma narsasi bilan maza qilib yeyish uchun jigarlar xizmatingizdan bizda to'y osh kimga kerak bo'lsa Sardor kafesiga bemalol murojaat qilaverasizlar. Короче, mana oshimizdan уже yarimidan ko'p ketdi, ozgina qoldi. Soat endi hali biram bo'lmabdi, to'beki 12:30da. endi 8 ga Ketyaptimi? kelyapti. Mashalloh. Ular shu ma'lumotlarni sizlarga beray dedim jigarlar. Xo'sh, sizning aka.